Alaykum hurmatli obunachilar, Kavrak biznesini qilib turgan aka-ukalarimiz, mana birinchi kesim kesilgan. Mana donak chiqqan aziz obunachilar. Hozir ikkinchi kesimni kesishni ko'rsatamiz aziz obunachilar. Diqqat bilan qarab turing. Mana birinchi kesimdan keyin chiqargan donagi. Mana donakni oling. Sekinroq, aha, mana donak ko'rsating, endi to'xting. To'xting, ana shunday. Mana donak, muzikani o'chirib tur. Mana donak. Endi ikkinchi kesimni kes. Aziz obunachilar, bu kolbasa usulida kesilyapti bu. Ikkinchi kesim. Kesilishiga e'tibor beringlar mana. Ko'ryapsizlarmi? Po'chog'ini bitta. Shira haydashini ko'ryapsizlarmi aziz obunachilar? Birdan hozir kesildi, sirazi shira chiqyapti. Menga ber. Mana. Ikkinchi kesimni yuqaliga. Qog'ozda. Ana endi qaranglar mana. O'zim yopaman, sen ishing qilar. Mana ko'ryapsizlarmi? Shira chiqishini aziz obunachilar. Mana shu hozir mana shu kesilgandan keyin to'planib polni kesilgan joyi to'ladi shiraga. Undan keyin kardon yopganimizdan keyin mana ikkinchi kesimni kardonini yopdik. Mana shu holatda aziz obunachilar 2 kun yoki 3 kun turadi. Turgandan keyin xuddi mana shu chiqqan shira xuddi qo'rg'oshinni eritib quygandan keyin qotadi-ku. Xuddi shu singari chiqqan shira qotadi. To'g'rimi? Mana. Ko'ryapsizlar, hozir kesildi. Shira to'planyapti. Kardonni yopamiz. 3-kesim 3 kundan keyin boshlanadi. Bizni kuzatib boringlar. Har kesimni videosini YouTube'ga qo'yib boramiz.